Qo'rqimchilik xonim ekansan va lekin to'g'ri aytasan, ular rostdan ham ahmoq, hech narsani payqashmaydi. Pakoni obro'sini tushirgan narsa zo'ravonlik emas, balki sahnalashtirilgan videolar qildi. Hatto zo'ravonlik ham sana o'ziga xos yo'nalishing bo'lishi mumkin va bu ham mashhurlikka olib keladi. Osongina pul topish mumkin bo'lganda, oylikka qarab ishlab o'tirish g'irt ahmoqlik. Ahmoq bo'lgani uchun ham laqqa tushib o'tiribdi-da. Bo'ldi yigitlar, qo'ysanglar-chi. Shular bo'lmasa, pul ham qayoqda deysan. Ko'p gapirmay, sigirdek sog'ish kerak ularni. Ol. Yo'q, rahmat, men chekmayman. Nimaga? Bitta chekib ko'r. Chekishga keyin ham ulgurasizlar. Hozir bitta ikkita video olaylik. Hozirdan zaxira yig'ib olsak, keyin o'zimizga ham oson bo'lardi. Menda bir ikkita qoyalar bor. Bo'ldi, olamiz. Rostdanmi? Qanaqa video olamiz? Keyingi videoyimiz